Bugun ishga kirishdan oldin e'tibor berishingiz kerak bo'lgan 3 ta qizil bayroq haqida gaplashamiz. Mening ismim Gulchiroy, men Koreyada 10 yildan beri yashab kelaman va koreys kompaniyalarida 5 yildan ortiq tajribaga egaman. Birinchi belgi, intervyuda mukammal insonlar ishga kirganingizdan keyin umuman boshqa rangga va tusga kirib qolishadi. Intervyuga borsangiz hamma yaxshi rolda, o'zini yaxshi tutadi. Xuddi siz ham birinchi borganingizda o'zingizni yaxshi tutib, yaxshi ko'rsatishga harakat qilganingiz kabi. Ichkariga kirib, ishingizni boshlaganingizdan keyin hamma narsani sekin-sekin his qila boshlaysiz. Kontraktda 9-6 gacha yozilgan, lekin ish vaqti tugayotganda qarasangiz, hech kim o'rnidan turmayapti. Nimaga? Bu yerda nunchi degan narsa bor, ma'nosi qosh-qovoqqa qarash. Shunaqa qilib, hamma o'tirganini ko'rib, o'zingiz birinchi bo'lib chiqib ketishdan qo'rqib, shu bilan shu muhitga sekin-sekin moslashasiz. Albatta, bu zaharli muhit hisoblanadi. Buni qanday qilib tekshirsangiz bo'ladi? Ishga kirishdan oldin, intervyuga borishingizdan oldin albatta tekshiring. Job Planet yoki Saramin degan veb-saytlarda kommentariyada yozib qoldiraman. O'sha yerda ishlab chiqib ketgan odamlar ko'pincha o'z fikrini yozib qoldirishadi o'sha kompaniya haqida. Va intervyu davomida e'tibor bering, sizdan so'rashlari mumkin, oshiqcha ishlashga qanday qaraysiz? Va albatta bu degani ular sizni oshiqcha ishlashingizni kutadi degani. Agar oshiqcha ishlashda sizda muammo bo'lmasa, albatta so'rang. Oshiqcha ishlasa qanday foydalari bor? Misol uchun, ba'zi kompaniyalar oshiqcha ishlasangiz sizga to'langan dam olish kuni berishi mumkin. Agar shu narsalar bo'lmasa, qochib keting, chunki ular sizni tekinga qo'shimcha ishlatmoqchi. Koreyada shunaqa qonunlar bor, sizni qo'shimcha ishlatsa ham minimal to'lanishi kerak bo'lgan pulni to'lash kerak. Ikkinchi belgimiz, ko'pchilik bilsa kerak, biz bir oilamiz deb hamma o'zini juda ham yaqin tutadigan kompaniyalardan juda ham ehtiyot bo'linglar. Biz oilamiz degani bu shaxsiy chegaralar yo'q. Kechasi 2 da ham telefon qilishlari mumkin, yoki ertalab soat 4 gacha ishlaysiz, yoki keyingi kuni soat 6 gacha ishlashingiz mumkin. Chunki sizlar oilasizlar. Agar siz yo'q deb javob bersangiz, siz oilaga xiyonat qilayotgan bo'lasiz. Agar oila degan so'zni eshitsangiz, albatta so'rang. Odatda ishchilar nechida uyga ketadi? Va bu savolga javobni eshitishdan oldin, javobdan oldin ikkilanishga e'tibor bering. O'sha ikkilanish sizning javobingiz. Uchinchi belgimiz, avvalgi chiqib ketgan xodim haqida aniq javob yo'q. Bu savol noqulayroq tuyuladi, lekin berishingiz shart. Bu lavozimda avval kim ishlagan va nima sababdan chiqib ketgan? Agar javob u shaxsiy sabablarga ko'ra chiqib ketdi deyishsa yoki u bizga mos kelmadi deyishsa, bilmaymiz o'zi ketdi deyishsa, qoching. Chunki bu javob emas. Albatta qo'shimcha savol berishingiz kerak. Oxirgi 2 yilda bu lavozimda necha kishi ishlagan? Agar 2 yoki undan ko'p inson ishlab chiqib ketgan bo'lsa, muammo u chiqib ketgan insonlarda emas, muammo kompaniyada yoki o'sha ishga kirmoqchi bo'lgan joyingizda. Chunki avvalgi xodimning o'zi chiqib ketgan bo'lsa, chiqib ketishga sabab bo'lgan. Ish bu sovg'a emas yoki oila emas. Bu shartnoma. Albatta foydasi tegdi degan umiddaman. Agar sizda ham men aytmagan sabablarning ichidagi qizil bayroqlar bo'lsa, albatta yozib keting. Videoni qilayotganim sababi ko'p studentlar student vizadan ish qidirish vizasiga o'tishadi, Diyonga va kompaniyaga kirishganda u kompaniyada 3 oy ham ishlamasdan turib ishdan bo'shatib yuborishsa, E7, ya'ni ishchi vizasi o'z-o'zidan отказ bo'lib ketadi-da va qayta ish qidirish vizasiga o'tish muammo bo'ladi. Chunki ishchi vizadan ish qidirish vizasiga o'tish uchun kamida siz ishchi vizada 6 oy yurgan bo'lishingiz kerak.